Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimiz 12-dars bo'luvchilar va karralilar bo'yicha rega vazifalarni ko'rib chiqamiz. 11-misolimizga qaraymiz. Sayyohlar bazasida chodir va kottejlarda yashash mumkin. Jadval asosida masala tuzing va uni yeching. Chodir avgust oyida 280, kottejda 170, sentyabrda nechtaligi noma'lum, avgustga qaraganda 8 marta kam deyapti. Avgust oyida 280 ta chodir tikildi avgust oyida. Sentyabrga kelganda esa avgustga qaraganda 8 marta kam chodir tikildi deyiladi va sentyabrda shunda nechta chodir tikilgan, uni javobini topish uchun sentyabrda avgustda 280 ta tikilgan, sentyabrda 8 marta kam, ya'ni bu bo'lingan 8 bo'ladi. Shunda bo'lsak, sentyabrda qancha chodir tikilganligini aniqlaymiz. 28 ning ichida 3 ta bor. 3 kara 8 24, demak 4 40 bo'ladi. 40 ni 8 ga bo'lsak, bu 5 bo'ladi. Demak 35 ta. Sentyabrda 35 ta chodir tikilgan bo'ladi. Endi xuddi shunday avgustda kottejlarda endi sal o'zgartiramiz. Ya'ni kottejlarda avgust oyida 170 ta sayyoh dam oldi deylik. Sentyabr oyida esa avgust oyiga qaraganda 2 marta kam. Endi qanday bo'ladi bu? Xuddi shu kottej avgust oyida aytyaptiki, avgust oyida 170 ta sayyoh dam olgan, avgust sentyabrga kelib 2 marta kam dam olgan. Demak, sentyabrda nechta sayyoh kottejda dam olgan desam, buni 2 ga bo'lib topamiz. 17 ta ichida 8 ta bor, 16 bo'ladi. Va 10 ni 2 ga bo'lsa 5 bo'ladi. Demak, 85 ta sayyoh sentyabr oyida kottejda dam olgan. Endi bizga yana oxirgi nimamiz turibdiki, mana yerda bitta chizma turibdi va ko'rsatyapti nechta. Ya'ni sentyabr oyida shunda nechta chodir tikilgan va nechta sayyoh kottejda dam olgan degan nimani hisobini chiqarish uchun biz o'sha ikkalasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Oxirgi masalamiz shunaqa bo'ladi. Sentyabr oyida jami o'z aslida nechta chodir tikilgan emas, chodirdan nechta sayyoh dam oldi deyishimiz ham to'g'ri bo'ladi va shundan kelib chiqib aytsak bo'lardi. Ya'ni jami chodirda va kottejda nechta sayyoh dam olgan. Mana o'sha biz aniqlaganmiz. Chodirda 35 ta, kottejda 85 ta dam olgan. Jami bo'ladi 35 qo'shilgan 85. 85 ga 5 ta qo'shsak 90, 90 ga 30 ni qo'shsak bu bo'ladi 120 ta jami sayyoh dam olgan. Keyingi misol 12 ga o'tamiz. Ifodalarni hisoblang va savollarga javob bering. Qaysi ifodaning qiymati 52 ga karrali? Qaysi ifodaning qiymati 9000 sonining bo'luvchisi bo'ladi?
Buning uchun biz bu misollarni A va B ifodalarini ishlashimiz kerak. Demak, ishlaymiz va javoblarini chiqaramiz. 73 ayrilgan 605 ayrilgan 19 ko'paytirilgan 760 ayrilgan 501 ko'paytirilgan 3041 ayrilgan 2988. Hozir birinchi bo'lib ko'paytmani bajaramiz, ikkinchi ham ko'paytmani bajaramiz, uchinchi buni bajarib, tenglarimizni ishlab javoblarini chiqarib olamiz. Davom ettiramiz ifodalarimizni. Demak, 615 18 7 kare 5 35 3 dilda 7 kare 6 42 11 4165 165 ayrilgan 760 ni 19 ga ko'paytirib olaylik. 0 ni keyin yozib qo'yamiz. 654 5 tilda 97 63 68 bo'ladi, dildagi bilan qo'shamiz. 6 7 bo'ladi. 4 14 bir dilda 13 dilda 14. Va tunni ham yozib qo'yamiz. 14440 bo'ladi. Ayrilgan 501 ko'paytirilgan 3041 dan ayiramiz 2988 ni. 11 bo'ldi. Mana 3 qoldi. 11 dan 8 olsak 3 bo'ladi. 3 dan qarz beramiz. Bu yerda 9 bo'ladi. Bu 13 bo'ladi. 13 dan 8 ni olsak bu 5 bo'ladi. 9 dan 9 0 0. Demak 53 bo'ladi. 501 ko'paytirilgan 3 barobar 44165 dan 14440 ni ayiramiz. Besh, 2 qarz beramiz 11 bo'ladi. 11 dan 4 olsak 7 qarz beramiz. Bu yerda 13 bo'ladi. 13 dan 4 olsak 9, 3 dan 1 olsak 29000 725 ayrilgan bo'ladi. 501 deylik. 53 ga ko'paytirib olishimiz kerak. 3 kare 1 3 0 3 kare 5 15 5 kare 1 5 0 5 kare 5 25 3 5 5 6 26000 553 ni ayirishimiz kerak bo'ladi. Buni ayirsak bo'ladi. 3172 bo'ladi. Bu A misolimiz edi. Endi B misolimizni ishlaymiz. Birinchi mana bu ko'paytirish amalini, keyin mana bu ayirish amalini, keyin uchinchi buni bajarib yozib olamiz. Demak, bir ming 70 qo'shilgan 908 ni 13 ga ko'paytirsak 58112 bo'ladi. Keyin ayiramiz 85 ko'paytirilgan qavs ichidagilarni ayira olamiz. 4090 dan 3882 dan 208 bo'ladi. O'sha endi qavs yozmaymiz, qavsni o'chiramiz. 208 ga ko'paytiriladi va ayiramiz 201 ni 202 ga ko'paytirib olamiz. 40602 bo'ladi. 40602 bo'ladi. Endi ko'paytmani bajaramiz, qo'shishni bajaramiz. Qolganini keyin davom ettiramiz. 85 kerak va 1070 ga 8112 ni ham qo'shib olamiz va yozamiz. 59000 82 ayrilgan 85 ga 8 ni ko'paytiramiz. 17680 bo'ladi. Va ayiramiz 40602 ni. 59182 dan 17680 ni ayiramiz. 41502 bo'ladi, barobar 502 bo'ladi. Endi ayiramiz 40602 ni. Ikkini ayirdik. 0 0 0 0 5 ga qarz beramiz 15 bo'ladi. 15 dan 6 ni ayirsak 9. Bu yerda 0 qoldi 0 0 0. 4 dan 4 ga ayirsak ham 0 demak 900 ekan. Endi savollarga javob beramiz. Qaysi ifodaning qiymati 52 ga karrali? Ya'ni qaysi biri 52 ga bo'linadi? 3172 yoki 900 tekshiramiz. Hozir bu yoqda ishlab olamiz.
Demak, 52 ga karrali bu 3172. Qiymati 52 karrali. Ifodaning qiymati. Ifodaning qiymati. Qaysi ifodaning qiymati 9000 sonining bo'luvchisi bo'ladi? Albatta 9000 sonining bo'luvchisi bo'ladi. 10 bo'ladi bo'lganda. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.